Demak, evolyutsiyani umumiy 6 ta isboti bor. Ya'ni evolyutsiya haqiqatdan ham bor narsami yoki yo'q narsami? Shu haqida bahslashuv bo'lsa, evolyutsiyani borligi va bu qaysidir turlargagina tegishli emas, balki butun tiriklik uchun tegishliligini 6 ta isboti bor ekan. Hozir to'rttasini ko'ramiz. Demak, birinchisi, evolyutsiya dalillarini birinchi qismi qazilma qoldiqlar. Ya'ni paleontologik isbotlar. Paleontologik isbotlar, bilasizlar, dinozavrlarni, mammontlarni yoki boshqa organizmlarni toshga tushgan izni chiqardi. To'g'rimi? Xuddi o'shani solishtiradigan bo'lsak, hozirgi organizmlarga nisbatan farqi borligi kelib chiqadi. Demak, bizga o'xshagan organizmlar bundan nechta million yil ilgari ular bo'lmagan. Tushunarli? Ya'ni rivojlanmoqda, taraqqiy etib bormoqda. Demak, oldingi dinozavrlar hozirgi tirik organizmlarga o'xshash jihatlari bor. Ammo 100% o'xshash emas. Chunki bu narsa taraqqiy etib o'zgarib boryapti. Keyingisi, demak, evolyutsiyaning birinchi dalili bu paleontologik isbotlar hisoblanadi. Keyingisi, ikkinchisi, taqqoslama anatomik dalil. Bir xil tuzilishda bor. Xuddi o'tgan darsda tushuntirganim, analogik va gamologik organlar bor edi. Xuddi o'shani gamologiga. Ya'ni gamologik organlar bor. Hamma organizmlarda tuzilish nima? Divergent evolyutsiya bo'lgan edi, to'g'rimi? Divergent evolyutsiya, ya'ni rivojlanish asta-sekin turlarni o'ziga xoslashib ketishiga olib kelgan. Tushuntira oldim? Demak, evolyutsiya har bir turni o'ziga xoslikka nima qiladi? Olib boradi, taraqqiy ettiradi, rivojlantirib boradi. Misol uchun odam qo'li, kitning suzgichi va qush qanoti. Uchalasini ham ko'rgan bo'lsangiz, suyaklar tuzilishi bir xil. Ya'ni hammasida yelka, bilak, tirsak va barmoq suyaklarini tashkil topgan. Faqat mana shu barmoq suyaklari har xil joylashyapti xolos. Tushunarli? Demak, barmoq suyaklari boshqacha joylashyapti. Uchinchi belgi embriologik belgi. Demak, birinchisi paleontologik belgi, ikkinchisi taqqoslama anatomik belgi, ya'ni evolyutsiyaning borligiga dalillar. Uchinchisi embrion o'xshashligi belgi, ya'ni embriologiya bo'yicha qilingan dalillar. Bularga demak, baliqda ham, qushda ham, odamda ham hammasida embrionlar bir-biriga nima qiladi? O'xshash bo'ladi. Va darajaning qaysidir bosqichiga yetib kelganda turning o'ziga xos bo'lgan belgilari yuzaga chiqadi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana baliqniki baliqqa o'xshab ketadi, qushniki asta-sekin qushga o'xshash boshlaydi, odamlarniki esa asta-sekin odamga o'xshash boshlaydi. Lekin hammasini yuqori qismi bir-biriga o'xshash bo'lyapti. Demak, hamma narsa zigotadan boshlanyapti, to'g'rimi? Zigotadan rivojlanib keyinchalik sizlarga yana mavzu o'tib beraman. Filogenez va ontogenez jarayoni bor. O'sha filogenez jarayonida demak, mana shu embrional rivojlanish bosqichlari, to'g'rimi? Embrion rivojlanib kelmoqda. Embrional rivojlanish bosqichlarining ichida birinchi filogenez bo'ladi, ya'ni barcha tiriklikka xos bo'lgan xususiyatlar rivojlanadi. Undan keyingina turning o'ziga xos bo'lgan belgilari rivojlanadi. Tushuntira oldim? Demak, turning o'ziga xos bo'lgan belgilarning rivojlanmagunicha bularning embrioni o'zaro o'xshash bo'ladi. Bu ham evolyutsiya borligiga dalil hisoblanadi. Tushundinglarmi? Keyingi belgi. Demak, biokimyoviy DNK va oqsillarning o'xshashligi. Barcha tirik organizmlarda DNK 4 ta nukleotiddan iborat bo'ladi, to'g'rimi? Adenin, tinin, guanin, sitozin. Va ayrim viruslardan tashqari barcha organizmlarda 2 zanjirli DNK mavjud. Tushundinglarmi? Ayrim viruslardan tashqari barcha organizmlarda DNK va RNK o'xshash bo'ladi. Nega shunday deyapman desa, chunki
Endi sizlar oliy ta'lim kirganlar yo'q, oliy ta'limda ko'rasizlar bu narsani, xudo xolasa. Ikkita zanjirdan iborat RNKlar bor. O'zi ikkita zanjir bo'lsa nima bo'lardi? DNK bo'lishi kerak, to'g'rimi? Lekin ikki zanjirli RNKlar bor. Buni keyinchalik o'rganasizlar. Yo'q. Aytayapman, ikki zanjirli RNKlar bor. Bu faqat ayrim viruslarda bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Ayrim viruslarda buni keyinchalik o'rganasizlar. Endi lekin qolgan hammada DNK tuzilishi bir xil bo'ladi. Tushunasizlarmi? Bir xil bo'ladi. Va bular ham evolyutsiya natijasida nima deydi? Turning o'ziga xos belgilarini o'ziga kodlab ketavergan. Tushunasizlarmi? Lekin demak bu evolyutsiya dalillarining nechinchisi? 4-chi, ya'ni DNKlarning oqsillarni o'xshash bo'lishi. O'zi umumiy aminokislotalarimiz 20 xil aminokislota bor edi. Undan 14 tasi atsiklik, ya'ni halqasiz, 6 tasi siklik. Yoki siklik yoki halqali desanglar ham bo'laveradi, atsiklik yoki halqasiz desanglar ham bo'laveradi. Demak, barcha tirik organizmda 20 xil aminokislota bor ekan. Va mendagi, misol uchun, triptofan bilan qushdagi triptofan farq qilmaydi. Tushunasizlarmi? Tuzilish jihatdan farq qilishi mumkin, lekin o'zaro o'xshash bo'ladi. Tushuntira oldim? Demak, bu ham nima? Evolyutsiyaning borligiga dalil hisoblanadi. Keyingisi bu tomonda hodisa, demak, 5-inchisi atavizm hodisasi. Bu yerda endi atavizmga faqatgina dum bilan tug'ilish yozdik. Boya aytdim, embrion rivojlanish jarayonida, embrionning rivojlanish jarayonida ikkita jarayondan o'tadi dedik. Filogenez va ontogenez, to'g'rimi? Umumiy ikkita jarayondan o'tadi. Filogenez jarayoni tugagandan keyin ontogenezga o'tganda filogenezdagi belgilar yo'qolib ketishi kerak. Lekin ba'zan istisnolar bo'ladi-da. O'sha filogenezda qolib ketgan belgi ontogenezda ham rivojlanishda davom etadi. Masalan, bu xato aslida. Tushuntira oldim? Bu xato. Lekin bu xato ham evolyutsiyaning dalili hisoblanadi. Tushuntira oldim? Demak, bu ham evolyutsiyaning dalili. Mana shu belgi ontogenezda rivojlansa, embrion post-embrionar, ya'ni tug'ilgandan keyin shu belgi bilan tug'iladi. Misol uchun dumli bola, bu yerda dumni sal-pastroqda qilinish kerak edi. Dumli bolalar tug'ilishi mumkin. Ko'p so'rg'ichli bolalar tug'ilishi mumkin. Sherbashara bolalar tug'ilishi mumkin, to'g'rimi? Demak, bularning hammasi nima? Atavizm hodisasi, ya'ni filogenezdan qolib ketgan belgini ontogenezda davom etishi. Va shu bilan bola embrional davr tugatib, post-embrional davrga o'tib ketib qolgan. Tushuntira oldim? Ya'ni filogenezdagi qaysidir jarayonni organizm normal jarayon deb o'ziga qabul qilib, shu bilan rivojlanib ketib qolgan. Va tug'ilganida endi ijtimoiy jihatdan muammolar kelib chiqadi. Misol uchun sherbashara odamni ko'rsang g'alati bo'lasan, to'g'rimi? Xuddi sherga o'xshab hamma yunglardan tashkil topgan odamni ko'rsang g'alati bo'lasan. Yoki ko'p so'rg'ichlari bor odamni ko'rsang ham g'alati bo'lasan. Tavba qildim deysan-ku. Yoki dumli bola desa ham, bu dumli bola ham g'alati bo'ladi odamga, to'g'rimi? Deb dumi bor ekan buni desa. Demak, bu ham nima? Evolyutsiyaning umumiyligi, ya'ni barcha turlar evolyutsiyadan o'tishi va rivojlanish barcha turlar uchun umumiy ekanligini nimasi? Dalili hisoblanadi. Evolyutsiyaning borligini o'zini dalili hisoblanadi atavizm hodisasi. Keyingisi rudiment organlar. Bu narsani tushunib olinglar. Rudiment organlar qachonlarda o'z vazifasiga ega bo'lgan, ammo hozirgi kunda o'z ahamiyatini yo'qotgan organlar hisoblanadi. Nima desa bo'ladi? Xuddi o'zgarishga o'xshaydi. Mana odamsimon maymunlar to olovni kashf qilib, olovda ovqat pishirish o'rganmaguncha jag'lari boshiga nisbatan katta bo'lgan. Sababi ular sababi qattiq xom go'sht iste'mol qilganligi uchun ularda jag'lari ham qattiq bo'lgan, ya'ni katta bo'lgan. Keyinchalik olov kashf qilingandan keyin ular ovqatni olovda pishirib yeyishni o'rgangandan keyin taom yumshagan. Va mana shu taom yumshagani uchun ham endi bu nima qila oladi?
Ha, endi bu unaqa katta jag' unga kerak emas. Mana shu jag' asta-sekin kichrayib borgan. Hozirgi kunda kichkina bo'lib qolgan. Endi misol uchun dum suyagi. Dum suyagi bilasizlar, odamsimon maymunlarning daraxtda yurgan paytida muvozanat vazifasini bajaradi dum, to'g'rimi? Daraxtga osilib turishga o'rgangan. Ha, ya'ni dum qachonlardir vazifa bajargan, lekin hozirgi kunda vazifasi yo'q. Hech qanday vazifa yo'q. Biz muvozanat saqlash uchun dumga muhtoj emas, chunki biz qayerda yuramiz? Yerda yuramiz. Shuning uchun bizga dum kerak emas. Keyingisi ko'richak. Ko'richak qachonlardir hazm qilish vazifasini bajargan. Ovqatni hazm bo'lmagan qismi ko'richakda hazm qilingan. Lekin hozirgi kunda bu ham o'z ahamiyatini yo'qotib qo'ydi va shunchalik ham ko'richak kasalligi yoki appenditsit deydi. Appenditsit bilan og'rigan odamlarni appenditsini olib tashlaydi bo'ldi. Hech qanaqangi insonga asorati qolmaydi. Desam, shunchaki nima qilib tashlaydi uni? Olib tashlaydi bo'ldi. Keyingisi aql tishi. Aql tishi ham qachonlardir funksiya bajargan. Ovqat hazm qilish sistemasi o'z o'rniga ega bo'lgan. Ammo hozirda jag'ning hajmi kichiraygani hisobiga aql tishlari rudiment organ, ya'ni borda bor chiqadi. O'zi kerak emas. Bo'lmasa hech qanday vazifa bajarmaydi. Hech qanday vazifa u ovqat hazm qilishda ham ishtirok etmaydi. Aql tishing bilan ovqat ham yemaydi endi. Shunday, ya'ni aql tish bilan o'chog'ing orqasida chaynamaysan, to'g'rimi? Ya'ni hech qanaqangi unaqa Sizga ovqat yetganda valet qizlar qitir beradi. O'shada. hozir kerakli savol beraylik, iltimos. Mavzudan chetlashmaylik. Endi demak, aql tishi ham qanaqa organ ekan? Rudiment organ ekan. Tushunarli? Bunday rudiment organlar juda ham ko'p. Eng muhimi, rudiment organ ham, demak, 6-evolyutsiyaning nimasi? Dalili hisoblanishini tushunib olsanglar bo'ldi. Tushunarli? Bu evolyutsiyaning dalili, ya'ni evolyutsiya borligiga dalil. 6 ta dalili bor ekan. Qanaqa dalillar sanadik? Paleontologik belgi, taqqoslash anatomik belgi, embrional belgi, biokimyoviy belgi. Tushunarlimi? Men xohlagan paytim aytib bera olishim kerak bu. Tushunarli? Bo'ldi, tushunganmiz.